Assalomu alaykum. Avtomobilni tayyor holatini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Motor qismiga e'tibor berasizlar. Detalniy ximchiskadan keyin maxsus avtoximiyalarda pardozlab berganmiz. Bu avtoximiyalar o'ziga uncha-munchaga chang tortmaydi. Polirovkasi 3 etap bo'lgan. Bizga kelgandagi holat ancha-muncha og'ir edi. Mana Xudo xolasa mashina maksimal darajada hayotga qaytgan. Salon qismida asosiy qilingan ishlar detalniy ximchiskadan keyin plastik detallar pardozlangan. Bu detallarni bo'yaganmiz. O'rindiqlar ham to'liq ximchiska bo'lgan. Bu tarafda torpedalar ham ximchiska bo'lgan. Patologlar ham maksimal darajada chiroyli holatda ximchiska bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin, pol qismini ham juda chiroyli qilib berganmiz. Ikkinchi qator ham xuddi shunaqa holatda ximchiska bo'lgan. Bu xizmatlarimiz egalariga unaqa qimmatga tushmagan. Nimagaki hech qanaqa zapchasi yangi qo'yilmadi. Faqat mashinani o'zini maksimal darajada hayotga qaytarib berganmiz. Sizlarda ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol Elegant Avto Studiyaga murojaat qilishingiz mumkin.